Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, ommaviy axborot vositalari vakillarining bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida respublikamiz bo'ylab media haftalik tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Ortda qolgan haftada seminar-treninglar Samarqand viloyatida o'tkazildi va sohadagi dolzarb mavzular muhokama qilinib, zamonaviy yondashuvlarga katta e'tibor qaratildi. Haftalik yakunlari yuzasidan muxbirimiz Nozima Karimova so'z yuritadi. 27 aprel kuni Samarqandda uzoq kutilgan media haftalik start oldi. 5 kun davom etgan ushbu tadbir viloyatda media savodxonlikni yanada oshirdi. Jami 700 dan ortiq ishtirokchini qamrab olgan seminar va treninglarda ommaviy axborot vositalarining turli yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan jurnalistlar, blogerlar, texnik xodimlar hamda SMM va mobilografiya faoliyatini boshlagan yoshlar ishtirok etdi. Haftalikning ilk 2 kuni davomida siyosiy mavzuda qiziqarli va noodatiy reportaj tayyorlash, mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy tarmoqlardagi amaliyotidan keyslar tahlili, yirik siyosiy tadbirlarni yoritish, muhim nuqtalar va jarayonlarni to'g'ri tahlil qilish, shuningdek media xavfsizlik, sun'iy intellekt davrida axborot maydoni himoyasi hamda jurnalist va blogerlarning raqamli gigiyenasi mavzulariga to'xtalib o'tildi. Darslar mobaynida ko'ryapmanki, hamkasblarimda ishtiyoqim baland. Ya'ni ko'rib turibman, ular juda faol va o'z ustida ishlab, yanada o'sha sifatli kontent yaratish ishtiyoqi juda baland va juda qizg'in muhokamalar bo'lyapti. Bu yerda nafaqat samarqandlik hamkasblarim, balki o'zim uchun ham juda ko'p kerakli ko'nikmalarni shakllantiryapman. Biz real keyslar, real materiallarni ko'rsatgan holda mana shu muhokamalarni o'tkazyapmiz va menimcha hamkasblarimiz uchun juda ham foydali bo'lyapti. Shuningdek, tahririyatlar, texnik xodimlari va operatorlar uchun amaliy mashg'ulotlar tashkil etilib, eksklyuziv media kontent tayyorlashning zamonaviy usullari, jumladan sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish yo'llari o'rgatildi. Mobilograflar uchun ham mahorat darslari tashkil etildi. Bizni aynan mana shu yerga kelib, kontent markaz tomonidan tashkillashtirilayotgan media haftalikda ishtirok etib, o'z bilimlarimiz bilan ulashishimizdan maqsad ham bitta yangilanib olish. Ya'ni ko'pchilikda seminar ishtirokchilarida o'sha narsani bilishadi, lekin qanday qilib bu narsaga, ya'ni yo'lini bilishmaydi. Aynan mana shu yo'l yo'rig'ini ko'rsatib yuboryapmiz. Ularga menimcha foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Haftalikning keyingi kunlarida axborot xizmati rahbarlari va matbuot kotiblari uchun seminarlar test jarayonlari bilan boshlandi. Mana bugun bizda Samarqand viloyati bo'ylab media haftaligimiz tashkil etilgan. Xudo xolasa o'ylaymanki, 25 ta testdan 25 tasini chiroyli ishlab chiqdik. Chunki o'zimiz o'sha sohada ishlaganimiz uchun testlar biz uchun aynan men uchun qiyinchilik tug'dirmadi degan umiddaman. Test a'lo darajada ishladik. Nechta eshitdingiz? Barchasini eshitdim. Barcha savollar o'zimizning faoliyatimizga bog'liq. Eng muhimi bizga yana qaytadan o'sha qonunlarimizni, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlarni yana bir bor takrorlashimizga va o'rganishimizga yordam berib, bilimlarimizni yanada charhladik. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda kontent sifati masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ishtirokchilarga media muhitda ishonchli profil yaratish, auditoriya bilan ishlash va kontent orqali barqaror daromad topish mexanizmlari amaliy misollar asosida tushuntirildi. Media haftaliklar jurnalistlar, axborot xizmati xodimlari, blogerlar uchun o'ziga xos bir muloqot platformasi vazifasini bajaryapti. Bunaqa loyiha amalga oshirilmagan yaqin vaqt mobaynida. Bu albatta davlatimiz rahbarini ochiqlik siyosatini mahsuli deb qarashimiz kerak va bu jarayonlarda faqatgina kasbiy nuqtai nazardan o'qitilmayapti. Ham bugungi siyosiy jarayonlar, islohotlar haqida jurnalistlarimiz, blogerlarimiz axborotga ega bo'lyapti. Bugun Samarqanddagi turizm imkoniyatlari haqida axborotga ega bo'lyapti. Mana jurnalistlar uyushmasining yangi loyihalari haqida axborotlar beryapmiz. Maqsadimiz nimadan iborat? Maqsadimiz navbatdagi vazifalarni muhokama qilish, yangi vazifalarni tahlil qilish va bugun mediamizning holatini birgalikda ko'rib chiqish va bu o'ylaymanki, bunday birgalikda hamjihatlikda ish olib borilayotganligi media sohamizning ertangi kuni uchun juda muhim. Haftalikning so'nggi kunlarida xalqaro toifadagi media ekspert Beruniy Alimov axborotni iste'molchi va yaratuvchi sifatida tekshirish, faktlar va vizual axborotni tekshirish uchun fact-checking instrumentlari mavzusida ma'ruza qildi. Biz alohida e'tibor beryapmiz jurnalistlarni va axborot xizmati vakillarini misol uchun dezinformatsiyalar sharoitida qanday samarali ishlashlari kerak. Misol uchun birinchidan axborot resipiyenti sifatida va kontent yaratuvchi sifatida qanday instrumentlar bor. Aynan sun'iy
sun'iy intellekt ma'nosida. Misol uchun, olaylik oddiy o'sha hozirgi kunda urfga aylanayotgan, afsuski oxirgi 12 oy davomida hatto o'zbek mediasida ham kuzatilayotgan, misol uchun o'sha deepfake'lar muammosini oladigan bo'lsak, u yerda o'sha taniqli shaxsni yuzi, taniqli shaxsni ovozi ketyapti va professional o'laroq biz buni masalan bir ko'rishda o'zimiz ko'zimiz bilan bilishimiz kerak. Buning uchun nafaqat sun'iy intellektga tayanib qolishimiz kerak. O'zi aslida buni birinchi navbatda o'zimizdagi kompetensiyalardan eng muhimi bu tanqidiy fikrlash. Ya'ni biror narsani tanqid qilish ma'nosida emas. Ya'ni biron bir axborot bizni qo'limizga tushdimi, misol uchun sensatsion, qanaqadir hayqiriqli sarlavhalar bilan keldimi, bunga sovuqqon munosabatda bo'lishimiz kerak. Bu birinchi filtr hisoblanadi. Va undan keyin tabiiyki sun'iy intellekt instrumentlaridan foydalansak bo'ladi. Mashg'ulotlarda hujjatli filmlar uchun mavzu tanlash, muallif mas'uliyati va xolis yondashuv masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, tanqid, shov-shuv va yolg'on xabarlar tarqalganda tezkor hamda oqilona javob berish, bayonot va raddiya berish tartibi, kamera va jamoatchilik oldida chiqish qoidalari haqida tushunchalar berildi. Media haftalik davomida biz yetakchi mutaxassislardan media sohasidagi yangiliklarni dolzarbligini, buni ommaga qanday yetkazish sir-asrorlarini o'rgandik. Bundan tashqari mobilografiya kursi haqida ham ma'lumot berib o'tdi. Bu kurs orqali qanaqa dastur yoki programmalardan foydalanib kontentlar yaratish sirlarini ham o'rgandik. Ma'lumot uchun 5 kun davomida 50 dan ziyod mavzuda 17 nafar malakali mentor tomonidan qizg'in debat va amaliy treninglar o'tkazildi. Natijada media maydonga 84 nafar mobilograf va 109 nafar SME mutaxassisi kirib keldi. Shuningdek, 300 nafar kontent yaratishga qiziquvchi yoshlar qamrab olindi. Haftalik ishtirokchilarga sertifikat topshirish marosimi bilan yakunlandi. Media haftalik juda bir ajoyib o'tdi. Ko'rib turganingizdek, barcha matbuot kotiblari, ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalist, blogerlar hammasi mana shu yerda jam bo'lishgan. Mana shu qatori men ham Yo'lqarg'a nafsiy boshqarmasi axborot xizmati xodimi sifatida mana shunday sertifikat oldim. Ushbu media haftalik davomida faqat matbuot kotibi emas, balki o'sha ish faoliyati davomida kameradan foydalanish, kamerada tasvirga olish, unda o'sha hattoki tekst yozib montaj qilish, hattoki o'sha kameradan emas, balki telefondan foydalanib SME mobilograf hamda o'sha bizni xizmat faoliyatimiz tezkorlik bilan amalga oshiriladi. Hattoki o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tezkorlik bilan video tasvirga olib ma'lumotlarni o'z vaqtida berish bo'yicha o'zimizga kerakli bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ushbu jarayonda shakllangan bilim va ko'nikmalar, yangi yondashuvlar Samarqand mediasida yangicha muhitni shakllantirib, kelgusida media mahsulotlarda o'z aksini topishi shubhasiz. Nozima Karimova, Davlat Karimov, Samarqanddan.